Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar. Egalardan Malibu bir avtomobili kelib turibdi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, so'nggi pozitsiyada avtomat korobka gumrang. 2014-yil idealniy sostoyaniyada mashinaning egasi polni navordatda haydamaka tayyor holatda ko'p-ko'pdi. Taxlagan bir qator. Hammalari ishlab turibdi. Biletlar ham qo'yilgan. 3 million so'm pul bilet qo'ygan ekan. Hali bu balondan 1000 kilometr ham yurmagan. Yumshoq balonlar ustonovka olgan. Kraskalari absolutni top-toza. 908 megagarpult, tonirovka ruxsatnomasi 8 oy. Polni hammer toniro inabi. Shuma izolyatsiya, lyuklar ham hamma narsasi ishlab turibdi. Holatlari yaxshi, matiyu holatda metan gaz balonlari boyaqtina poli, chexollar ham start stoplari qo'yilgan, video registrator и цветной tablо. 2014-yillarning ayrimlari da shunday kelgan. Malibu bredidan odamlar biladi, tushunadi u narsani. Konditsioneri hamma narsasi ishlab turibdi, motor xodovoy hamma yeri idealniy o'zlari uchun bemalol proverka ettirasa, kraskasi, probeklari radnoy deb turibdi egasi. Gumrangda 2014-yil, narxi 170 million so'm. 170 million so'm. Egasining telefon nomerini video ostida yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, savdolashib, ustida xarid qilsangiz bo'ladi. Urganch sharni mashina. Xullas, Malibu bir izlab yurgan do'stlaringiz, yaqinlaringiz shu videoni tashakkur ko'rsatlaringizni chiqarmanglar. Videomizga bir like bosib qo'ying, kanalimizga podpiska tugmasini ham bosib qo'ysangiz, xudo xolsa bir-birini zo'r narxda mashinalarni chiqarib borishda davom etamiz. Videomizni yakunlaymiz. Oxiridan ko'rgan bo'lsangiz, hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.